Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, orziqib kutilgan kunlar mana yetib keldi. O'zbekiston Kubogi aynan birinchi to'rida Namanganning Navbahor futbol klubi o'z maydonida Farg'onaning Neftchi jamoasini qabul qiladi. Barcha farg'onalik futbol sevar do'stlarimizni 20-15 da aynan Navbahor stadionida kutib qolamiz. Albatta sizga shuni inontirib aytamizki, Farg'onaning Neftchi jamoasi bu yil albatta chempion ham bo'ladi va kubok sohibi bo'ladi. Agar ishonmasangiz, mana bu ortimda turgan farg'onalik futbolchi qizlardan so'rang. O'zbekiston Kubogi birinchi tur 15-aprel kuni 20:15 da barcha farg'onalik erkaklarni Namangan shahri Navbahor stadionida kutib qolamiz.